Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun mana Samarqand mashina bozoridan Ismat akamizdan bir 8 ta 9 tacha Damaslarni bir video obzor qilib o'tamiz. Bu yerga video obzor qilayotgan mashinalarimiz hurmatli obunachilar dehqonlardan emas, faqat savdogarlardan, nima deydi, variantga, barterga, kreditga, vikupga so'ragan xaridorlarimiz uchun bu video. Dehqonlardan yo'q bu videomizga. To'g'ri tushunasizlar. Bizlarga ko'pchilik mana shu variantga mashina so'ragan edi. O'sha variantdagi so'ralganlarga o'zi mashinalarni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xo'sh, Ismat aka, buni yili necha edi? 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz. Mashina tayyor. 2024. Kraskasi qanday buni? Kraska Benzinda, ha? Bu benzinda. 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 Kameralar o'rnatilgan. Samarqand region. Ishlagan yangiday turibdi mana. Istiqsalar o'rnatilgan. Salonlarning ichlari ham zo'r holatga ekan. Barlar ham qo'yilgan, monitor qo'yilgan. Mana yurgan. 11 ming. Xo'sh, buni puli qancha endi? 8 ming. 8 mingdan kelishtirib beradigan joyi bor. Gaz yo'q ham o'zi. Xolasa qo'yib beramiz. Propan, metan farqi yo'q. Xo'p. Bu endi nasiya savdoga taxminan shu 3 mingga borlarga variantga chiqadi. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Undan kamiga ham chiqaramizmi? Xo'sh. Bunisining yili necha edi? 2025-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Aka, notariusga necha pul ketsa, men o'zimdan berib, hujjatni qo'lingizga o'rnatib beraman. 2025. Xohlasangiz bitta gap. Beraman. 3 yil maslahat yurgan. 3 ming yurgan ekan. Monitorlar, barlar o'rnatilgan. Chiqollari bor. Boshqalar ham qo'yilgan. Nima deysan jo'q? Notarius necha pul bo'lyapti? Necha pul bo'lsa notarius bilan to'laydi. Bu necha pul kerak? Bizdan qo'zg'almaysiz. Ko'ramiz mening yo'q. Bunisida gazi bor ekan, propan gaz. Rangi oq, kraskalari tozami buni ham? Puli qancha edi? 8,5 qayerga o'tib beraman. 2025. 25 propan gazga. Propan gazda. Unda tayyor mashina. Aha. Bu mashinamizdan barter, variant, kredit, Luboyga savdo bor, 8,5 mingdan kelishib beraman deyapti. 3 ming yurgan ha bu? 3 ming. Bunisini yili nechi? 21. 2021-yil Damascha. Buni ham holatlari zo'r ekan. 2021. Kolonkalar o'rnatilgan, barlar qo'yilgan. 47 ming probek. Kraskasi tozami buni ham? Kraskalari toza deyapti. Yana o'zi bilan savdo qilib olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Puli qancha? 6600 qayerga o'tib beramiz. 6600 dan kelishib berilayotgan joyi bor. Bunisini yili nechi? 2019. Kraskasi qanday buni? Radnoy. Radnoy kraskada. Puli 6400. 6400 dollardan kelishtirib beraman deyapti. Salonlar polностью taxlangan. Barlar ham qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bittadan podpiskani bosib qo'yasizlar, like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa sizlarga qanaqa mashinalar qiziq bo'lsa, bir qator yana bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi dehqonlardan nima uchun deganda variantga bermaydi-da, shuning uchun dehqonlardan uncha chiqara olmaymiz. dehqonlardan ham lekin video qilish kerak-ku.
6400 dedingizmi? 600 mi? 6600. 6600'dan o'tib beradi. Variant bu. Metan gaz ha bu? Aha. Metan gaz. Bunisi 22. 2022. Kış 2022. Sasyanelari zo'r cho'tki. Eski romanlar o'rnatilgan. Yo'l tutamdı sana. Orijinali 85 ming. Sakson besh ming. Qo'llar qilingan ishlariga. Holati zo'r cho'pki. Xo'sh. 22 ni qancha dedingiz narxi? 6800. 6800 dollardan kelishtirib beradi. Xayri bor. O'tib beradi bari aytgani bo'lmaydi. Xo'sh, yana qaysisi bu? Bumi? 24 tayyor bu ham. 2024 tayyoridan Shot. İşte boshda tushib akhira o'ynay yo'q ko'rsatsin. 2024. Salonlarning ishlari ham zo'r ekan, mana chiqimlar qilingan. Yurgani qancha? 19 ming. Monitorlar qo'yilgan. Kataloglar ham qo'yilgan ekan. Gazi bormidi, yo'qmi buni? Gaz ichiga turibdi. Bitta yangi alib qo'yilmagan. Ha, mana berilgan. Xolasa bittadan xolasa. Ana uni ushlab tur tegmasin. Mana yangi metan reduktorlari bilan buni qancha edi puli? Buni 8000 deb biz kelishib aytdik. Shuni bonusiga qancha qilib berasiz? Konkretni ayting. Bonusiga 7900 deb 8000. Mol bormi? Hisoblab olaman dedingiz. Hurmatli obunachilar, mol olan bo'lsa hisoblab oladi. Kelishgan narxda 2024. Qaysi arzon varianti? 2010 ham bor, 13 ham ko'rsatgansizman. Uni olaman keyin. Xo'sh, buni puli qancha? Bu variantiga chiqadi 3000 bo'lsa. 3000 bo'lsa variantga pulichi. Bular 7000 so'rab turibmiz. Hurmatli obunachilar, toshna Marat akaga o'xshaydigan odamni topdik. Gazi qanaqa ekan buni? Metan. 3000 bilan chiqadi dedilar ha buni. Pulichi 7000. 7000 dollarga. Hurmatli obunachilar, kelib ish qilib mana ko'rdinglar, 2019 lardan boshlab 25 gacha har xil variantidan naqd nasiya, vikupga, kreditga, barterga bor. Mashina ana shu mashina bozorida turibdi, mana ikkinchi qatorda. Ikkinchi qatorda kelib, akamizning o'zining nomerini qo'yamiz, o'zi bilan kelib bemalol savdolashib olaverasizlar.